Ehtimoliy savolni tahlil qilishni boshlaymiz. Qaysi javobda so'zning leksik tahlili noto'g'ri berilgan? Noto'g'ri joyiga qaraymiz. Tahlil qilishda o'rtadagi so'zni yaxshilab tushunib olamiz. A javobda qism so'zi ot deyapti. Biror predmetning bo'lagi, asarning qismi deb aytamiz. Misol tariqasida sinonimi ulush. Biror narsaning qismi, ulushi sinonim bo'ladi. Paronimining mazmuni siqim. Paronimi qism bo'ladi. Qism ikkita e bilan. Ana shuning mazmuni siqim. Bir qism, qo'limiz bilan qismlaymiz, o'shani siqim deymiz. Demak, bu to'g'ri kelyapti. B javobga qaraymiz. Foni degan sifat. Foni degan o'tkinchi. Sinonimi omonat deyapti. Omonat dunyo, foni dunyo sinonim ma'nodosh bo'lyapti. Antonimi boqiy. Boqiy degani bu fonining teskarisi antonimi bo'ladi. Umrbod degan. Bu to'g'ri kelyapti. C javobga qaraymiz. Qiyiq sifat deyapti o'rtada. Qiyiq degani qaysar degani, qiyiq qiz deymiz. Qiyiq qizning quyilishi, qaysar qizning quyilishi degan asar bor Shekspirda. Sinonimi suzuk. Xo'sh, endi qarang. Bu yerda sinonimi qiyiq degandiki, suzuk degan mazmuni ham bor. Sifat so'z turkumida qiyiq ko'z, suzuk ko'z deymiz. Demak, bu to'g'ri kelyapti. Omonimining mazmuni belbog' deyapti. Belga bog'laydigan qiyiq, qiyiqcha ham deb yoritiladi. O'sha belbog' degani. Bu ham to'g'ri kelyapti. Xo'sh, D javobga qaraymiz. Sur'at deyapti. Ot, sur'at. Bir daraja degani, temp degani. Ot. O'shaning sinonimi rasm bo'ladimi? Bu tutuq belgisi bilan yozilmasa rasm bo'ladi. Demak, bu xato bo'lyapti. Paronimining mazmuni tasvir. Ya'ni sur'atning paronimi surat bo'ladi. Ya'ni rasm bo'ladi, tasvir bo'ladi. Bu tomon to'g'ri kelyapti, chap tomon. Lekin o'ng tomonida rasm degan so'z suratga sinonim bo'la olmaydi. Shuning uchun xato javobni top deyapti. D javob to'g'ri bo'ladi. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Instagramdagi sahifamizga obuna bo'ling.